1977-yil ayni shu kuni Toshkent metropoliteni o'z eshigini yo'lovchilarga ochgan edi. Bugun poytaxt faxri sanalgan metro tizimining 48 yilligi nishonlanmoqda. Shu munosabat bilan bir nechta hamkor tashkilotlar tomonidan bepul kutubxona tashkil etildi. Yo'lovchilar esa metro bekatlarida musiqiy chiqishlardan bahramand bo'lishdi. Navbatdagi lavha shu haqda. Bugun metroga yo'lovchilar mana shunday kutib olindi. Bundan 48 yil oldin ham yo'lovchilar shunday xursandchilik bilan kelishgandi. Chunki aynan shu kunda Toshkent metropoliteni ochilgan. Bugun ham shu munosabat bilan bayram o'tkazilmoqda. Uzoq yillardan beri Toshkent metropoliteni xizmat ko'rsatib kelayotgandan xursandmiz. Metropolitenning 48 yilligi munosabati bilan Paxtakor va Alisher Navoiy bekatlari o'rtasida bepul kutubxona ham ochildi. Eng muhimi bu metro bu kimning transporti? Bu talabalarning transporti. Bu yoshlarimizni transporti. Shu kirganda, ko'rganda, kitobni ko'rsa, yaxshi she'rlarni ko'rsa, menimcha yoshlarimizga yaxshi bo'ladi. Va metrodagi sayohat Toshkent bo'ylab zerikarli bo'lmaydi. Shuning uchun biz ham mana O'zbekiston Jurnalistika va ommaviy kommunikatsiya universiteti hissamizni qo'shdik. Bu birinchi hissamiz. Bugun biz shuni bu yerda topshiramiz. Shuning uchun men o'ylayman, hali ko'rasiz, bu javonni oldida ko'p yoshlarimiz to'planadi. Turon kitob bekati loyihasi, Respublika ma'naviyat va ma'rifat markazi, Turon bank hamda Toshkent metropoliteni hamkorligida tashkil etilmoqda. Kitobxonlik muborak bo'lsin. Bitta kitobni bu bekatda olib, keyingi bekatgacha bir varaqlasa ham bitta so'z, bitta bayt, bitta she'r o'qishim mumkin. Mana shu bekatginadan bir kunda 1 million yo'lovchi o'tar ekan. Tasavvur qiling-da, 1 million yo'lovchidan hech bo'lmasa bir 50 tasi to'xtab bitta kitob qo'ltirlab ketsam, bu 10 kunda 500 ming o'quvchi degan. Kitobxonlik metroga ham kirib keldi. Toshkent metrosi qariyb yarim asr davomida millionlab insonlarga xizmat qilib kelmoqda. Bugun esa yo'lovchilarda ham metropolitenga samimiy tilaklari bor. 48 yilligi muborak bo'lsin. 100 yilgacha davom etsin. Metropolitenda xizmat qilayotgan barcha xodimlarni tabriklayman. Xalqimizga va shunday xizmat qilsin, yaxshi kunlaringizni xizmat qilsin. Katta muvaffaqiyatlar tilayman. Uzoq umr ko'rishsin. Ko'plab insonlarga foydasi tekkan metroni 48 yilligi muborak bo'lsin. Oliyarxon Hasanov, Nodir Rustamov, Rahmon Zaripov, Ovoz informatsion dasturi uchun.